Ko'ngil tovushlari kitobida shoiraning vatan sog'inchi, ota-onaning hayotimizdagi tutgan o'rni, farzand tarbiyasi va mehr-oqibat, ustozlarga hurmat kabi go'zal tuyg'ularni o'zida mujassam etgan 500 ga yaqin she'rlar jamlangan va bu shoiraning birinchi she'riy to'plami hamdir. Odamzod nafsiga shodlik hamdam emas. Kimki bu olamda bo'lsa, g'ussasiz yo bu olamdan emas, yoxud odam emas. Shunday ekan, shoirning dardi xalqning dardi. So'z dardi va u o'zini shu orqali namoyish etadi. Mana shu ma'noda Nurxonoyning alohida o'rni bor demoqchiman. Taqdimotda ishtirok etgan yozuvchilar va ijodkorlar kitobning ahamiyati, badiiy qiymati, undagi samimiylik va teranlikni alohida ta'kidlashdi. Shuningdek, ular to'plamning yutuqlari va kamchiliklari haqida o'z mulohazalarini bildirib, muallifning ijodiy salohiyatini yuqori baholashdi. Kursdoshimiz o'sha talabalik davridanoq intizomi, tartibi bilan ajralib turardi. Men hayron qolganim, yillar davomida, misol uchun, odamlar bora-bora ijtimoiylashib, maishiylashib borsa, Nurxon opada aks ketdi. Ular teranlashib, liriklashib, ichkinlashib ketdilar. Shunday tartib, intizom ichida qanaqa qilib bu ayol shunaqa tug'yonlarini qamab yurgan ekan degan bir menda hayronlik paydo bo'lgan. She'riyat bu qalbning qudratli tili, ozod ruhning baralla ovozidir. U shunchaki tasavvurlardan emas, balki qalbda qaynab, so'ng toshgan tuyg'ulardan tug'iladi. Nurxonning she'rlarini o'qir ekansiz, u qorong'u kulbangizni ohista yoritib, tonggi quyosh nuri ko'nglingizni itib kelayotgandek tuyuladi, deydi shoira Hafiza Egamberdiyeva. Shogirdlarimiz ko'p, lekin maktabdan boshlab nima deydi, o'qitib, maktab partasidayoq tanigan, o'qitgan shogirdimni bugungi yutuqlarini ko'rib, juda hayajon bosyapti-da. Juda xursandman. Mana shu kitob ko'ngil tovushlari butun respublikamizning ijod ahliga, she'riyatga qiziqqan barcha insonlarga qulluq bo'lsin. Nurxonning she'rlarini o'qib, inson bir zum o'zini egosidan ayro tushib, o'sha she'rning ichida kirib yashaydi. Ozroq dardlanadi. Keyin bir hayotga bo'lgan muhabbati oshib bir barglanadi inson. Barglanish bilasiz, bahorda qanchalik dov-daraxtlarimiz barglanib mevaga kiradi. Mana shunday bir meva beradigan she'riyat bu, insonni bir tuyg'ularini o'zgartiradigan, yaxshilikka yetaklaydigan, ezgu so'z ufurib turgan bir to'plam bu. Menga aynan she'rlaridagi muhabbat, sevgi, iztiroblar yoqdi, chunki qandaydir ularning she'rlarini o'qiganimda aytadi-ku, yurakdan yozilgan she'rlar yurakka yetib boradi. Xuddi shunday yuragimga yetib borib, qalban o'qib, ijodlarini har doim o'qiganimda bir yangi narsalar o'rganaman yoki hayotdagi tushunmagan narsalarimni anglab yetaman. Nahot istaklarim yetdi Xudoga. Nahot emas ekan diydorlar qahat, isming aylangandi uzun duoga, sajdagohim eding qalbimda faqat. Taqdimot yakunida ishtirokchilar yangi she'riy to'plamlardan namunalar o'qidi. Shoiraning qalamiga mansub bo'lgan she'rlarni san'atkorlar qo'shiq qilib ijro etishi esa yig'ilganlar ko'zgacha zavq bag'ishladi. Zokir Mo'minov, Avazbek Sa'dullayev bugun dastur uchun.